بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مهماندار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan hayitlaru qilingan qurbonliklaru barchamizga muborak bo'lsin, barchangizga muborak bo'lsin. Allohimning berayotgan ne'matlari ziyoda bo'lsin. Mana hajni amallari tugab, butun dunyodan to'plangan hojilar birin ketin vatanlarga qayta boshlaydilar. Qiziq joyi bor bu yerda. O'zbekistondan 15 ming odam qatnashyapti haj amallari uchun. Xo'p. Ular hajni arkonlari, hajni amallaridan bir 15 kun, 20 kun oldin borishgan. Hammalari ibodatga shay, ana shu ahvol. Lekin haj tugagandan keyin to'palan boshlanadi. Men birinchi uyimga ketaman deb. Qiziq shu. Hojiba, nozanda yuruvdingiz, bir oydan beri ibodatlarni qilib, namuncha to'palan qilasiz, namuncha uyga shoshasiz. Uni bitta sababi bor ekan. Alloh taborak va taolo borgan hojilardan Ka'baga bo'lgan muhabbatni olib qo'yar ekan, ko'nglidan. Agar unaqa qilmasa, Makkaga odam sig'may ketar ekan. Insoniyat borib Makkaga qaytib kelmasa ekan, agar Allohim muhabbatini olib qo'ymasa. Odam o'ylayaptiki, men o'zimdan o'zim yaxshi ko'raman Ka'bani. Men o'zimdan o'zim ibodatni yaxshi ko'raman deb o'ylayapti. Unaqa emas ekan. Allohim qalbimizga solar ekan. Allohim qalbimizga go'zal ko'rsatar ekan. Ey Allohim, haq yo'lingni barchamizga go'zal ko'rsatgin. Zalolatdan o'zing asragin. Berayotgan ne'matlaringni Allohim ziyoda etgin. Birodarlar, shunchalar ne'matlarning ichiga g'arq bo'lganmizki, biz qanday qilib yashayotganimiz haqimizda hali tasavvurga ega emasmiz. Ya'ni yer yuzida qancha minglagan musulmon bor, milliard musulmonlar bor. Savol berib ko'ring, ular ham shunaqa to'ylarga boryaptimikin? Ularni ham dasturxonida shunaqa ne'matlarmikin? Ularni ham shaharlari shunaqa obodmikin? Albatta unaqa bo'lmayapti. Ularni shaharlarda urush, vayronagarchiliklar, ocharchiliklar, kasalliklar, ey Allohim, ne'matlaringni barchamizga ziyoda etgin. Bundan yeb ichib o'zingga shukr keltirishni nasib etgin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salavatu salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana bugun Fardin aka qizlarni uzatayotgan ekanlar. Bu yoqda Kamoliddin aka quda bo'lib kelishibdi. Bitta qadrdonlar, ota mahallalarimiz bu joyda. Bitta mana qudalar, Alloh taborak va taolo kelganlarni qadamlaridan, qudumlaridan duolarimizni ijobat etsin. Mana yoshlarni Allohim baxtini, saodatini bersin. Bir-biriga mehrini, muhabbatini bersin. Muhtaram azizlar, eng nozik masala yoshlarni ishiga aralashmaslik, oilani buzilishiga sabab bo'lishlikdan ehtiyot bo'lishlik haqidagi mavzudan bir eshitaylik. Allohim barchamizni roh rostga boshlasin. Oilani buzilishiga sabab bo'lishlikni yomonligi, oilani buzilishiga sabab bo'lishni mazammati haqidagi hadisdan eshitamiz inshaalloh. Ma'lumingizki, Ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga ko'ra odamni gunohi tufayligin kofir deb atalmaydi. Odamni qilgan gunohi uchun kofir deb atalmaydi. Hop buni eshitganmiz, tushunarli. Lekin ba'zi gunoh egalari musulmonchilikdan chiqib ketganlarini payg'ambarimiz e'lon qilganlar. Ba'zi gunoh egalari musulmonchilikda yo'q ekanlari e'lon qilingan. Uni men qilmaganman. Uni bizdan avval o'tgan ulamo qilmagan, u hadislar bilan kelgan. Birinchisi, al-kazzabu la ummati. Yolg'onchilar meni ummatim emas dedilar. Yolg'onchi payg'ambarimizga ummat bo'lanmas ekan. Musulmonchilikka oid emas ekan, u chiqib ketar ekan musulmonchilikdan. Soqol qo'yadimi, do'ppi kiyadimi farqi yo'q.
Ikkinchisi, man hamala alayna silaha falaysa minna. Kim bizlarga, musulmonlarga qurol ko'tarsa bizlardan emas. Musulmonga qurol ko'targan musulmonchilikdan chiqib ketar ekan. Esizdami, ota bu aytardi. Pichoq o'qtalma, iymoning ketadi deb. Birodarlar, hazillashib ham o'qtalib bo'lmaydi. Hazillashib ham bitta misolni aytamiz. Sartaroshlarımızdan Alloh rozi bo'lsin, shu ustarada mana sochni akan to'pkasini chiroyli qilib qo'yishadi, qirib. Mana shu joyda yomon bitta masala bor. O'sha ustarani mu'minni bo'yniga qo'yishlik ana shu joyda kufr shakli hisoblanadi. Kufr shakli, domla siz nima deyapsiz? U sartarosh bo'lsa, buni tekislab chiroyli qilib qo'yaman deyapti. Gap yo'q. O'shani mashinada qila qolsin, ustarani qo'ymasin, mu'minni gardaniga mumkin emas. Sabab shu. Demak, yolg'onchilar mening ummatim emaslar. Bizlarga qurol ko'targan bizlardan emas, musulmonlarga qurol ko'targan. Uchinchisi, faman ata kahinan falaysa minna. Folbinlarga inanib borganlar, folbinlarga ishonib borganlar bizlardan emas. O yomon narsa ekan folbin. Bunaqa narsalar sehr, bu juda yomon narsa ekan. To'rtinchisi, man tazawwara falaysa minna. Yoki boshqacha kelgan, man g'ashshana falaysa minna. Kim savdoda firib etsa, kim mahsulotlarni qalbakilashtirsa, u bizlardan emas. Voy, mahsulotni qalbakilashtirgan bizlardan emas. Savdoda firib qiladigan bizlardan emas. Endi mavzuni eshiting. Yolg'onchilar bizlardan emas. Bizlarga qurol ko'targanlar bizlardan emas. Folbinlarga borganlar bizlardan emas. Qalbakilashtiruvchilar bizlardan emas. Beshinchisi, man khabbaba baynal mar'ati va zawjati falaysa minna. Gap mana shu haqida. Man khabbaba baynal mar'ati va zawjati falaysa minna. Kim er bilan xotinni o'rtasini ajrimiga sabab bo'lsa, kim oilani ajrimiga sabab bo'lsa, shu bizlardan emas, musulmonlardan emas. Sharhini eshiting. Ma'lumingiz kim Alloh taborak va taolo er bilan xotinni bo'yniga muayyan vazifalarni yuklagan. Erkak kishini bo'yniga yuklagan nafaqai ahli ayol deydi uni. Nafaqai ahli ayol. Unga 5 narsa kiradi, 5 narsa. Birinchisi, erkak kishi xotinini yedirib ichiradi, haloldan topib, haloldan yeb ichiradi, xo'p. Ikkinchisi, erkak kishi xotinini libos bilan ta'min etadi, avratini yopadi. Uchinchisi, erkak kishi xotinini ro'zg'orini mukammal qilib qo'yadi. Ovqat qilmoq uchun qozoni bo'lsin, suzmog'i uchun kapkiri bo'lsin, yemog'i uchun lagani bo'lsin, masalan. Ro'zg'or deydi buni. Mana shu erkak kishini burchi bu. To'rtinchisi, erkak kishi ayoli agar doktor, tabibga ishi tushsa unga ko'rsatadi. Beshinchisi, erkak kishi ayolini ilmiga, kasbiga, hunarga yo'l yaratib beradi. Birodarlar, kuyovga gapiradigan odam, kuyovga e'tiroz qiladigan, pretenziya qiladigan odam 5 ta tomoniga qila oladi. Nega aralashyapsiz qizingizni hayotiga? Nima, qorni ochmi? Enida narsa yo'qmi? Yoki ro'zg'ori tuganmasmi? Doktorga, tabibga ko'rsatyaptimi? Ayol kishini 4 ta burchi bor. Birinchisi, ayol kishi eridan beruxsat chiqmaydi. Ikkinchisi, ayol kishi eridan beruxsat birovni uyga qo'ymaydi. Uchinchisi, ayol kishi eridan beruxsat birovga bir narsa bermaydi. To'rtinchisi, ayol kishi eri chaqirsa yugurgilab keladi. Barakallah. Kelinga e'tiroz qiladigan odam 4 ta tomoniga qila olar ekan. 8-9 gacha uxlaydilar, ovqatni shirin qilmaydilar, andoq-mandoq. Bu narsalar bo'lmas ekan, xato ekan, noto'g'ri ekan. Birodarlar,
kelin 20 yosh, 21 yoshda kelgan, qo'lingizga kelgan. Xuddi o'zingiz ham o'sha paytda shu xatolarni qilgansiz. Nahot shunga o'rgatib bo'lmaydi. Nahot shunga tushuntirib bo'lmaydi. Eshityapsizlarmi bo'layotgan ishlarni? Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida har 7-chi, har 6-chi oila ajrashyapti. Har 6-chi, har 7-chisi ajrashyapti. Endi uni qiziq tomoni, nimaga ajrashyapti bular? Nima bor deng? Faqat qaynona bilan qaynota aralashayotgan bo'ladi. O'shalarni o'zi tashkil qilayotgan bo'ladi. Birodarlar, Allohdan qo'rqaylik ekan. Yoshimiz katta bo'lganda, yoshlarning ishiga aralashib, Allohga gunohkor bo'lib, musulmonchilikdan chiqib qolishdan Allohim asrasin ekan. Mana bunaqa masalalar bor. Mana bunaqangi me'yorlar bor. Alloh taborak va taolo barchamizga tavfiq bersin. Albatta bu narsalarni bir o'tirib hammasini tushuntirib poyoniga yetkazib bo'lmaydi. Lekin mo'min musulmon xushyor bo'lib tursin. Alloh taborak va taolo hidoyatiga boshlasin. Bo'layotgan to'ylarini muborak qilsin. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karim oyatlaridan o'qiymiz, duolarni aytamiz va jamoatimizga ruxsatlarni beramiz. Ana oshlarni yeb bo'lib, bir-birimizni kutib, poylab, malolligimiz yetmasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.